Ushbu videoda 23-apreldan 29-aprelgacha sayyoraga ta'sir qilgan tabiiy ofatlar haqida umumiy ma'lumot berilgan. Iqlim bilan nima sodir bo'layotganini va eng muhimi, ertangi kun barchamiz uchun qanday bo'lishi, kimga bog'liqligini tushunishingiz uchun mubolag'asiz faktlar keltirilgan. Yevropa. Aprel oyi oxirida Yevropa bir nechta mamlakatlarni qamrab olgan ekstremal ob-havo to'lqini ostida qoldi. 23-aprel kuni Vengriya shamol va kuchli momaqaldiroq bilan birga kelgan kuchli po'rtanaga duchor bo'ldi. Kuchli yomg'ir va toshqinlar Transdanubiya mintaqasiga zarar yetkazdi. Kayerpets qishlog'ida bir oylik yog'ingarchilik atigi 1 soat ichida yog'di. Shomot viloyatida yo'llarning ayrim qismlari loy oqimlari ostida qolganligi sababli transport harakati to'xtab qoldi. Temir yo'l transportida ham uzilishlar qayd etildi. Poyezdlardan biri hatto jo'nash stansiyasiga qaytishga majbur bo'ldi. Seksart shahrida ba'zi hududlarda suv shunchalik ko'p ediki, axlat konteynerlari tom ma'noda ko'chalarda suzib yurdi. Mamlakatning shimoli-sharqi ham zarar ko'rdi. Borshert Abauy Zemplen mintaqasida kuchli yog'ingarchilik 3 sm-gacha yetgan do'l bilan birga keldi. Aholi yashash punktlarining ko'chalari va dalalar muz qatlami bilan qoplanib, buning ustiga muz juda sekin eridi. Sabolch-Satmar-Berg hududida do'l aprel oyi boshida sovuqdan aziyat chekkan mevali daraxtlarga yangi zarba berdi. 23-aprel kuni Germaniyaning janubi va mamlakat shimolidagi Gard tog'lari kuchli momaqaldiroq, yomg'ir va do'l yog'ishi episentrida qoldi. Meteorologning so'zlariga ko'ra, bunday ob-havo yozning o'rtalariga xos bo'lganligi sababli uning aprel oyida sodir bo'lishi jiddiy tashvish uyg'otadi. Ba'zi tog'li aholi punktlarida ko'chalarni suv bosgan, ba'zi joylarda iflos suv tizzagacha yetgan. Ertasi kuni 24-aprelda Bosniya va Gertsegovinada tabiiy ofat yuz berdi. Kuchli bo'ron Mayvitsa hududiga tashlanib, eng muhim transport arteriyasi Biyelina-Tuzla yo'lida transport harakati bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqardi. Podmayevitsa hududida kuchli yomg'ir uylarni suv bosgan, ko'chkilarga sabab bo'lgan, ekinlarga zarar yetkazgan, hosilni xavf ostiga qo'ygan. 26-aprel kuni kuchli yomg'ir va do'l Ruminiyaning katta qismiga jiddiy zarar yetkazdi. Ayniqsa Rishnov shahri zarar ko'rdi. Shaharga kuchli bo'ron, yomg'ir va do'l yog'di. Mahalliy aholining so'zlariga ko'ra, suv tezda yo'llar va piyodalar yo'laklarini bosdi. Qariyalar esa ilgari hech qachon bunday narsani ko'rmaganliklarini tan olishdi. Atrof muhitni muhofaza qilish vazirining aytishicha, olcha, gilos, o'rik va shaftoli hosili bahorgi sovuqdan zarar ko'rganligi sababli bu yil Ruminiya mevalarining yetishmovchiligi kutilmoqda. Bolgariyada Montana viloyatida ba'zi joylarda taxminan 1 soat ichida 72 mm yog'ingarchilik yog'di. Kuchli yomg'irdan so'ng uylarning hovlilari, yerto'lalari va birinchi qavatlari suv ostida qolgan. Italiyada kuchli do'l qishloq xo'jaligiga birinchi navbatda Foggia provinsiyasining Tuchera mintaqasidagi bug'doy ekinlariga katta zarar yetkazdi. Ba'zi joylarda do'l uyumlarining balandligi 20 sm-ga yetdi. Yo'llarda harakat jiddiy shikastlangan. Ukrainada 26-aprel kuni tornado qayd etildi. U Kiyev viloyatining Bravarskiy tumanida paydo bo'lib, tezda ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Mamlakatda bunday girdoblar ba'zan yozning o'rtalarida, asosan issiqlik va dengiz havosi qulay sharoit yaratadigan janubiy hududlarda sodir bo'ladi. Ammo aprel oyida Kiyev yaqinida tornadoning paydo bo'lishi bu anomaliya. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, tornado unchalik kuchli bo'lmasa-da, kelajakda bunday girdoblar kuchliroq va xavfliroq bo'lishi mumkin. Gretsiyaning Iraklion munitsipaliteti Krit orolida tuproqda to'satdan katta yoriqlar paydo bo'lishi bilan bog'liq xavotirli vaziyat yuzaga kelyapti. Anomaliyaning dastlabki belgilari 23-aprel kuni yo'l yorilganida qayd etilgan. Keyinchalik geologik hodisa binolar, ko'chalar, yo'llar va boshqa infratuzilmani qamrab olgan holda jadal rivojlana boshladi. Bir necha kun ichida 20 dan ortiq uy zarar ko'rdi. Uylardan 9 tasi yashash uchun mutlaqo yaroqsiz bo'lib qoldi. Mahalliy aholi katta xavotirda. Ularning so'zlariga ko'ra, qishloq bo'ylab har kuni ko'plab yangi yoriqlar qayd etilyapti. Biroq mutaxassislar hozircha nima bo'layotganini aytmayaptilar. Ekvador. Ekvadorning shimoliy qirg'oqlari yaqinida 25-aprel kuni ertalab 6.3 magnitudali kuchli zilzila sodir bo'ldi. Seysmik hodisaning manbai nisbatan chuqur bo'lmagani hamda uning yuqori magnitudasi tufayli yer silkinishlari mamlakatning 24 viloyatidan 10tasida, jumladan Ekvadorning aholi zich joylashgan poytaxti Kitoda sezildi.
Zilzila turar joy binolari va infratuzilmaga katta zarar yetkazgan. 1000 ga yaqin bino turli zarar ko'rgan. Ulardan kamida 179 tasi butunlay qulab tushgan. Bundan tashqari 2 ta ko'prik shikastlangan. Seysmik hodisa natijasida 32 kishi jabrlangan. Zilzila epitsentriga eng yaqin joylashgan Esmeraldas provinsiyasida elektr va telekommunikatsiyadagi uzilishlar uy xo'jaliklarining 90% ga ta'sir ko'rsatdi. Ehtiyot chorasi sifatida Petroekvador neftni qayta ishlash zavodi faoliyati to'xtatildi. Oradan 25 daqiqa o'tib, mamlakat janubi-g'arbidagi boshqa bir qirg'oq bo'yidagi Guayas provinsiyasida yana 4.1 magnitudali zilzila qayd etildi. Isroil 23-aprel kuni Isroilda yirik yong'inlar sodir bo'ldi. Issiqlik, kuchli shamol va quruq ob-havo tezda mamlakatning markaziy qismini falokat zonasiga aylantirdi. Eng yirik yong'in Tel Aviv va Quddus o'rtasida sodir bo'lib, Bayt Shamesh hududidagi tabiiy zonalar va Eshtaol o'rmoniga ta'sir ko'rsatdi. Yong'in tezda turar joy hududlari tomon tarqaldi. Bu esa bir qancha qishloq aholisini zudlik bilan evakuatsiya qilishga majbur qildi. Mintaqadagi asosiy magistrallar yopilgan, poyezdlar harakati ham to'xtatilgan. Yong'inni o'chirish uchun o'nlab o't o'chirish brigadalari, samolyotlar va vertolyotlar jo'natildi. Biroq yong'in faqat 30 soatdan keyin lokalizatsiya qilindi. 1000 gektardan ortiq maydon yonib ketgan, bir necha kishi tutundan zaharlangan. Yana bir o'rmon yong'ini 2 yil oldin 10 yillik restavratsiyadan so'ng qayta tiklangan Eynot Givaton qo'riqxonasining muhim qismlarini vayron qildi. Noyob suv botqoq landshaftining 20 gektardan ortiq maydoni yonib ketgan. Alanga bir qancha jamoalarning qishloq xo'jaligi yerlariga tarqaldi. Qutqaruvchilar yong'in yo'liga tushib qolgan odamlar va hayvonlarni evakuatsiya qildi. Mintaqa ekologiyasiga halokatli zarar yetkazilgan. Turkiya 23-aprel kuni Istanbul yaqinidagi Marmara dengizida 6.2 magnitudali kuchli zilzila yuz berdi. Zilzila o'chog'i taxminan 7 kilometr chuqurlikda joylashgan edi. Silkinish 13 soniya davomida sezildi. Ko'plab aholi shoshilinch ravishda uy, ofis, kafe va boshqa binolarni tark etib, ko'chalarga yugurishdi. Istanbul va qo'shni viloyatlarda kamida 359 kishi jarohatlangan. Ba'zilar derazadan sakrab jarohatlangan, boshqalari tiqilinchda jarohatlangan. Ko'pchilik vahima hujumlari bilan tibbiy yordamga murojaat qilgan. Zilzila oqibatida 1600 dan ortiq uy zarar ko'rgan. Asosiy zarbadan keyin 400 dan ortiq aftershoklar sodir bo'ldi. Ularning ba'zilari juda kuchli edi va 5.9 magnitudaga yetdi. 2023-yil fevralida Turkiya va Suriyada 708 va 7.5 magnitudali ikkita halokatli zilzila 60 mingga yaqin odamning hayotiga zomin bo'lgan fojiadan so'ng har bir seysmik hodisa mintaqa aholisi orasida katta qo'rquv uyg'otyapti. Shu bois 23-aprel kuni zilziladan so'ng ko'pchilik bog'lar, chodirlar, avtomobillar va masjidlarda ochiq havoda tunab, uylariga qaytishdan qo'rqishdi. Seysmik hodisa qo'shni davlatlar Gretsiya, Bolgariya va Ruminiyada ham sezildi. Janubiy Afrika Respublikasi 25-aprel kuni Janubiy Afrika Respublikasining KwaZulu-Natal provinsiyasida kuchli yomg'ir yog'ib, Durban shahri va uning atrofidagi hududlarda keng ko'lamli suv toshqinlariga sabab bo'ldi. Shiddatli suv oqimlari bir zumda yo'llarni xavfli tuzoqqa aylantirib, transport harakatini falaj qildi va transport infratuzilmasiga jiddiy zarar yetkazdi. Ayniqsa tabiiy ofat katta zarar yetkazgan Umlaziya hududida vaziyat og'ir edi. Uylar vayron bo'lgan, ko'priklar shikastlangan. Afsuski, bir kishi halok bo'ldi, yana kamida 5 kishi jarohat olib, kasalxonaga yotqizildi. Rossiya Kamchatkadagi eng faol vulqonlardan biri Bezimyanniy vulqoni kuchli otilish bilan o'z haqida eslatdi. Otilishlarning eng kuchlisi 24-aprelga to'g'ri keldi. Kul 11 kilometr balandlikka ko'tarildi. Kul buluti prognozlardan farqli o'laroq keskin janubi-g'arbga burilib, Milkovskiy tumanidagi bir nechta aholi punktlarini qamrab oldi. Mahalliy aholining aytishicha, kun tun kabi qorong'i bo'ldi. Quyosh nuri zich kul bulutidan deyarli o'tolmadi. Atrofdagi hamma narsa 3 mm gacha qalinlikdagi kul qatlami bilan qoplangan. Buning natijasida suv olish inshootlari yopilgan.
Vulqonga qizil aviatsiya xavfi kodi berildi va mintaqada yuqori favqulodda holat joriy etildi. 25-aprel kuni kul Petropavlovsk-Kamchatskiga yetib bordi va shahar ustida 5 kilometrgacha balandlikda ushlanib turdi. Bu juda g'ayrioddiy, chunki vulqondan viloyat poytaxtigacha 350 kilometrdan ortiq masofa bor. Faqat o'ta kuchli otilish va atmosfera sharoitlarining noyob kombinatsiyasi bunday uzoq masofaga tarqalishga imkon berishi mumkin. Vulkanologning so'zlariga ko'ra, bu safar vulqonning xatti-harakati noodatiy bo'lib chiqdi, chunki otilishdan oldin vulqon uzoq vaqt davomida g'ayrioddiy tarzda faol bo'ldi. Zabaykalye Rossiyadagi tabiiy yong'inlarning markaziga aylandi. Aprel oyi oxirida mamlakatning barcha faol yong'inlarining 99% shu yerga to'g'ri keldi. Yong'in 330 ming gektardan oshiq maydonni qamrab oldi. Mintaqada federal favqulodda holat joriy etildi. Zabaykalyedagi halokatli vaziyat bir oydan ortiq davom etmoqda. 29-aprel holatiga ko'ra, bu yerda 44 ta o'rmon yong'inlari sodir bo'lgan. O'rmonlar, dalalar, aholi punktlari yonyapti. Bir kunning o'zida 20 dan ortiq turar joy binosi yonib ketdi. Ularning ko'pchiligidan faqat quvurlar qolgan. Alanga Chitaga yaqinlashdi. Shahar tutun bilan qoplandi. Havo kuyindi bilan to'yindi. Ba'zi joylarda yo'llarda ko'rinish nolga teng. Amur federal avtomagistrali yopilgan. 28-aprel kuni Karim tumanidagi katta Tura qishlog'i yaqinidagi harbiy omborlar yonib ketgan. Ularni havodan o'chirishdi. Yong'in lokalizatsiya qilindi. Yong'inlarga qarshi kurashda 1,5 mingga yaqin mutaxassis ishtirok etdi. Il-76 samolyotlari ham jalb etildi. Tabiiy ofatlar qo'rqinchli tezlikda o'sib borishi hammaga ayon. Biroq shunga qaramay, xalqaro darajada qaror qabul qiluvchilar tomonidan xavotirli harakatsizlik kuzatilyapti. Buning sabablari har xil. Sodir bo'layotgan voqealarning mohiyatini tushunmaslikdan tortib, tayyor yechimlar bo'lmaganda aholi o'rtasida vahima qo'zg'atishdan qo'rqishgacha, o'zlarining g'arazli manfaatlarini ko'zlab, ataylab hech narsa qilmaydiganlar ham bor va bu ro'yxatni davom ettirish mumkin. Ammo nima bo'lishidan qat'iy nazar, vaziyatni oldinga siljitadigan asosiy omil bu jamoatchilik talabnomasi. Siyosiy tuzilmalar xalqning xohish irodasiga qarab ish tutadi va fuqarolarning bir ovozdan talabini e'tiborsiz qoldira olmaydi. Bugungi kunda insoniyat joriy etilishi va iqlim holatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan zarur bilim, tahliliy resurslar va texnologiyalar arsenaliga ega. Faqat bitta narsa, amaliy harakatlarga qat'iy o'tish yetishmayapti. Bunday vaziyatda har bir odamning shaxsiy ishtiroki muhim. Ishonchli ma'lumotlarni tarqatish, boshqalar bilan muammolarni muhokama qilish, o'sib borayotgan tabiiy ofatlar mavzusini jahon hamjamiyati uchun ustuvor vazifaga aylantirish istagi, ushbu oddiy ammo samarali qadamlar zarur ijtimoiy talabni shakllantirishi mumkin. Chunki bu voqealar rivojini o'zgartiradigan haqiqiy kuch va bu kuch har birimizning qo'lida.